Kechagi hojiga telefon qildim, ehson qilaman degandi. Agar telefon qilgan bo'lsa, 15 minut o'tirib sekin so'raveramiz. Amin. Orqasida qolgan farzandlariga o'zing sabr toqat bergin, Allohim. Alloh. Aka, bilasiz endi bitta onam qoldi. Endi odamlar ham endi kelyapti. O'zingiz yaxshi qilib o'tkazib bering. Bo'ldi bolam, bu yoqdan xavotir olma, o'zim oxirigacha turib beraman, kuzatamiz bemalol. Do'stim, siqilma. Men uydan bir xabar olib chiqay. Boshqa senga ham rahmat oldin turib berganing uchun. Qora aka, men bo'lmasa sizlarga bir issiq joydan olib chiqay. Xo'p. Xo'p, hozir chiqaman. Kechagi hojiga telefon qildim, ehson qilaman degandi. Agar telefon qilgan bo'lsa, 15 minut o'tirib sekin so'raveramiz. Sekinroq hojaga eshitib olishadi. Qildi. 200 o'rga o'ldirib qo'ydim. 15 minut turib ketaveramiz. Ha, yaxshi. Bo'lmasa bir guruh odam kelsin, shularni kuzatib ketamiz. Kel. Odam keldi, Qora aka. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Amin. Kallan jon jannatdan qiyin, oxiratni omad qiyin. Alloh. Qora aka, vaqt o'p qoldi. Ular soat 7ga aytgan. Hammasini tengamiz. Bo'pti, endi ketdiga kech qolmaylik. Qora akalar ham kutib qolishgandir. Iya. Qayerga ketishyapti? O'zi 15 minut oldin kelishdi. Biraz odam ham qizyapti. Umid akam qayerda ekan?